Assalomu alaykum, Chorvador YouTube kanali hurmatli obunachilar, do'stlar, bugun sizlar bilan navbatdagi boqilayotgan semiz katta buqalar ko'rib o'tamiz. Do'stlar, sizlardan bir iltimos, kanalimizni rivoji uchun like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Xudo xohlasa sizlarga foydali bo'lgan video qilishga harakat qilamiz. Bu buqalarimiz mana Greenford shunaqa paroda buqalar, jonivorlar yaxshi holatda o'zgarib to'layapti ham. Xudo xohlasa mana olinganiga ham 18 oy atrofida bo'lib qoldi. Hozirgi kunda bular sho'rxa, kunjara, kepay, silyoz, unga beda hasha aralashtirib shunaqa holatda yem berilyapti. Mollarning holatlari yaxshi, Greenford lekin unaqa o'ta yog' bosib, unaqa nima bo'lib ketmagan. Tri vaznlari ham endi Alloh biladi, avvalambor bir 750, endi 700-750 ko'proq ham kelib ham mumkin. Endi bu mollar endi joyda ko'rinmayotgan bo'lishi ham mumkin. Omad katta mollar, yerga yaqin mana to'shlarni ham ko'rsanglar, ular oyoqlari, illari ham polvon, sonlari ham bir xilda to'lgan yaxshi buqalar mana xudo xolasa. Pokiza jonivorlar. Mana bunisi ham mana tepalari ham mana bo'yin, to'shlari mana ko'rsanglar, xudo xolasa yaxshi to'lgan buqalar mana. Jonivorlar bu buqalar bunaqa parodalar qancha turgan sari yaxshi yeb tursa bu o'zgarib o'sib o'ziga qo'shar ekan mana. Bularni oldin ham kelib shu 1-2 oy bundan ko'rib video qilib ketgandik. Unda ham ancha dadalaydi. Ashundan beri ham jonivorlar yaxshi to'lib ancha qo'shyapti ekan mana. Orqalarini ham ko'rsanglar. Jonivorlar ancha keng orqalari ham mana. Shotnorlar ham unaqa yog' bosib ketmagan, unaqa yaxshi holatda. O'rtacha holatda mana jonivorlar. Bo'yinlari ham. Mana bunisi kattaroq nisbatan unga qaraganda. Qo'pol, kengroq buqa mana. Jonivorlarning orqalari ko'rsanglar. Xudo xolasa Alloh barakasini bersin inshaalloh. Yaxshi niyat qurbonlikka deb turib Xudo xolasa. Jonivorlar yeb ichishlari zo'r, xudo xolasa. Mana qanaqa katta bo'lishiga qaramay ham shuncha vaqtdan baqilyapti. Hali atkaz qilib qaytgani yo'q, xudo xolasa. Bir xil deb yaxshi ketyapti ekan. O'zi shuni hisobiga ham jonivorlar to'lib yaxshi o'zgaryapti ekan. Hali oldi ham, orqasi ham hamma yo'g'i bir xilda qo'pol buqalar mana jonivorlar. O'zi shu qo'pol keng bo'lsa yaxshi o'zgarib, kiloga ham yaxshi kelar ekan bunaqangi parodalar. Shu mol olayotganda shunisiga ham e'tibor qo'yilsa yaxshi bo'lar ekan. Yani o'zimizni bir fikrimiz, aytib o'tyapmiz. Yani qo'shimcha ma'lumotlar bo'lsa kommentariyga yozib ketaverasizlar, hurmatli do'stlar. Jonivor, Alloh barakasini bersin. Dumg'azalning yonlari bunaqa to'lib yog' bosib ketmagan, ammo chotnorlari ham yaxshi holatda mana. Jonivor uzun bo'lanchi mana, katta buqa xudo xolasa. Jonivor. O'zi ancha zerikib qoldi, turib bir apchiqib rosa o'ynatadigan bo'lib jonivorlar. Alloh hammamiz chorvamizga baraka bersin akalar.